Bu gap qaynotalarga. Qaynotani oilada haybati, salobati, siri bo'ladi. Muhtaram qaynotalar, mana shu haybat, salobat sirni berib qo'ymanglar. O'sha qaynotadagi o'sha haybat, salobat qachon ketar ekan desa, qachonki qaynota oiladagi mayda-chuda ishlarga ham aralashaveradigan bo'lsa. Uydagi pardalar bormi, mebellar bormi, oshxona idishlarimi, oshxona ishlariga ham aralashaveradigan bo'lsa, maydalashib tortishib. Kelinni ishlariga ham aralashaversa, hattoki kechirasizlar-u, kelinni lozimiga ham aralashaveradigan bo'lsa, u qaynotada haybat, salobat qolmas ekan. Kelin bilan tinimsiz aymaqlashib, maydalashib tortishaveradigan bo'lsa, u qaynota kelinni oldida sirni berib qo'yar ekan. Sirini yo'qotib qo'yar ekan. U qaynota kelinga qaynota emas, balki ovsinga o'xshab qolar ekan. Tinimsiz hamma narsaga aralashib tortishaverganligidan. Mana avvalgi qaynotalar, otalarimiz qanaqa bo'lgan? Ular oilaga bitta kirganda hamma simirna bo'lib qolgan ekanda. Avvalgi qaynotalarda otalarimizni bundoq bir qarab qo'yishi o'zi kelinlarni dovdiratib, hammani o'ziga keltirib qo'ygan. Bir qarashini o'zi yetarli bo'lgan. Nega? Chunki ular maydalashmagan. To'g'ri, ular ham kelinlarni nazoratga olgan. Qanday? Cheres kampir orqali. Kampirga aytar ekan: "Voy kampir, keliningga ayt, o'qisin. Keliningga ayt, kiyimini to'g'rilasin. Keliningga ayt, sal sharm hayosi bilan yursin" deb cheres kampir orqali aytar ekan. Ana shuning uchun ularga bir qarashini o'zi yetarli bo'lgan, shu darajada haybatli bo'lgan. Endi hozirgi qaynotalarchi mana. Kelinlar, sizlar ham bilib qo'yinglar. Sizlar ham qaynotani oldida sal sharm hayo bilan, chiroyli bo'lib yuringlar. Qaynotani oldida o'zingizlarni epakaga keltirib olinglar. Qo'yib yormanglar qaynotani oldida.